Injilsan, nomlarga. Sho'rbodir ingliz tilida nima bo'ladi? Men bilmaysan. Men san paytingda 4 ta tilni bilardim. Oyingga tortgansan-da. Kimlar yozsa? Devishga xonmi? Kecha sip qo'yganini ham yozgan. Men san paytingda o'rganib qoldilar, nima anaqa yumshoq ovqat yeyish. Bizda paytda nozik bolalar yo'q edi. Ha, chesnok yesang, o'yinsallarga bekorga yetmaydi, suv ovqat yegin deb. Yursanlarga. Dodangni beligini olgin-da. Bozorga o'tib kel. Chiqib guruch olib kelasan. Pishkom. Belingni qoldirib ket. Biz salam paytingda yurasan ko'chada daydib. Mahallada Elyor bo'lmishga o'xshab ishlash kerak. Yurmasdan maktab. Elyor ham o'ylamagan bunaqa bo'lishini. Beshor ukam. U hozir o'rtoqlar, bir kunlik o'rtoqlar. Men Sardor akim bilan Raddonda tanishganmiz. Haligacha birgamiz. Rahmatli. Kecha ustozim bilan gaplashdim. Qolib ketdi gaplashib. Ko'z temas yaxshi ayol. Unga xabar olib turish kerak. Ustoz, qayerda yashaysiz? Qanaqa yuruvlaring do'ldirab. Bezib ko'chaga chiqib ketdilar. Daydi, aram bola masalan yeb. Ukangni qara mana. Baqirlash ko'z oldi. Kecha qo'limga ko'tardim, berib olib qoldi. Atvet qaytardim ekan. Sal gapga yig'ilib o'rasan. Men yoshligimda adam o'rtog'im adasi bilan qo'shilishib urishardi. Yaxshi dodam borlar. Avaylab urardi. Zato men mujrik bo'lib yurimiz hozir mana oilani boqib, ko'tingga ishton kiydirib. Qanchtoning? Bakiyvar. Ha, bo'lmag'ir videodan ko'rib yurmang qara. Ustozlar bilan berlashardim men. Kim bugun dars o'tishiga. Oyingga telefon qilib kelsan. Chiqib ketdi qo'shnilarniki. O'tirib qanaqadir novellalar ko'rib. O'zi bir 23-dekabr kuni soat 7da Saxistonda klubga olib borib kelishim kerak. Ana o'sha yerda mana shunaqa novellalarga reaksiyalar qilishadi. O'shanda bilib olardi o'zi. Bunaqa narsalarga o'zi qanaqa qaraladi. No vaqti yo'q. Shuning uchun o'qituvchim bilan ko'rishamiz shu yerda.